Egizaklar biri dori ichadi, biri esa yo'q. Qarang, 8 yoshli bu Fotimaxon va Zuhraxon. Fotimaxon tug'ilganda 15 kunligida tug'ma gipotiroz aniqlangan. Zuhraxonda esa aniqlanmagan. Bir qorinda bir vaqtda rivojlangan ikki egizak, birida tug'ma gipotiroz bor, ikkinchisida esa yo'q. Fotima tug'ilgandan beri dori qabul qiladi, muntazam shifokor nazoratida. Ultratovush tekshiruvimizda Fotimaxonda qalqonsimon bez rivojlanmagan, ya'ni aniqlanmadi. Zuhraxonda esa bu normada. Xo'sh, dorini muntazam qabul qilayotgan Fotimaxonning rivojlanishida qanday o'zgarishlar bor? Onasining aytishicha, ikkala qizning rivojlanishida mutlaq farq qilmaydi. Aksincha, hatto xotira va dast tayyorlash borasida dori ichayotgan Fotimaxon peshqadamligini aytmoqda. Chunki u tug'ma gipotiroz bo'lishiga qaramasdan dorilarni vaqtida qabul qiladi. Gormon dorilardan qo'rqmaslik kerak. O'z vaqtida aniqlangan va me'yorda berilganda bolangizning hayotiy kechikishlarini oldini oladi.